Assalomu alaykum. Men Ismoiljon Ne'matov, Farg'ona davlat universiteti 1-kurs magistranti. Bugun sizlarga ortimda turgan Farg'ona viloyati kutubxonasi haqida qisqacha video tayyorlayman. Qiziq bo'lsa davom etib ko'ring, qiziq bo'lmasa o'tkazib yuboring. Ushbu kutubxona 1899-yilda o'z faoliyatini boshlagan va ortimdagi 3 qavatli binoga esa 1970-yilda ko'chib o'tishgan. Birinchi bo'lib siz ortimdagi ro'yxatdan o'tish joyiga kelib, bir martalik chipta 2000 so'mga yoki bo'lmasam 3 yillik chipta 15000 so'mga olishingiz mumkin. Va bu yerga kelib siz albatta sumkalaringizni qo'yishingiz shart. Chunki ichkari narsalar yo'qolishi mumkin. Faqatgina siz daftar, ruchka, kitob va qo'shimcha texnologik narsalar bo'lsa olib kirishingiz mumkin, lekin sumka mumkin emas. Shu yerga qo'yishingiz kerak. Va bu yerda qo'yganingizdan keyin sizga nomer beradi. Nomer ostida o'sha joyga ilingan sumkangizni olib berishadi qaytib kelganingizda. Hozir ko'rsataman hozir nima bo'lishini. Mana bu menga berilgan raqam. Shu raqam ostidagi ilgichda meni sumkam turibdi yoki kiyimim turibdi. Va men qaytib kelib olib ketishim mumkin. Kutubxonadan kitob olish uchun esa sizdan kartochka talab etiladi. Siz agar shu yerda o'qimoqchi bo'lsangiz, agar siz uni uyga olib ketmoqchi bo'lsangiz, sizdan pasport yoki metrga talab etiladi. Uni siz asl nusxasini o'sha kirunishdagi opalarga berib qo'yish shart. Ular olib qo'yadi. Ya'ni 15 kun yangilab turishingiz kerak. Har kelib turib kitob mandan. Hozir men ikkinchi qavatdaman. Ikkinchi qavatda ham xuddi shunaqa xarid qiladigan joy, kitoblar hamda o'sha muzey kitobi bor. Hozir o'sha yerga kiramiz. Hozir men tarixiy kitoblar turgan joyda turibman. Ya'ni bu 100 yoshdan oshgan kitoblar. Ya'ni 100 yildan oshiqdan beri saqlanib qolgan kitoblar. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, 1977-yilda suv toshqini bo'lgan Farg'ona vodiysida. Aynan suv toshqinida ko'p kitoblar zarar ko'rgan. Jumladan shu kitoblar ham, ya'ni bu kitoblar o'sha suvdan zarar ko'rgandan keyingi holatda saqlanib qolgan holati. Hozir men bittasini ko'rsataman sizlarga. Ya'ni qanaqa bo'ladi kitob? Ya'ni 100 dan oshgan kitob qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Misol uchun men Gyoteni olaman hozir. Gyoteni olib ko'raman. Qanday holat turibdi? Qo'rqadi odam bo'lgan. Misol uchun mana Gyoteni. O'zimga ham qiziq. Ruscha ekan. Men chiqqan sanani ko'raylik, chiqqan sanasini. Mana, sizlar 1878-yilda bu sarkam 120-145, 147 yil ekan. Adashib 147 yildan beri shu kitob turibdi. Hozir buni hidlab ko'ramiz. Ya, eski kitob, bunaqasi yo'q. Yangi kitobda hidi yo'q. Men xursandman men shunaqa joyga kirganimdan. Va bu yerga ruxsat bergan, shu yerda xodimiga ham rahmat. Shu bitta opa bor ekan. Juda ko'p ma'lumotlar berdi menga. Qaranglar, men nima topib oldim. Kim tushunadi shu narsani? Oldingi slaydlar. Oldin shunaqa qo'yib, ketma-ketligida tushuntiriladi mana. Tushunishdan uchun mana. Bu nimani belgisi ekan? Internet zavod ekan. Menimcha uchish shekilli nimadan. Men o'zim bilmagan holda qimmat narsalar olib qo'yibman. Va aytib o'tishim kerakki, bu yerga faqat akademiklar hamda shu ilmiy ishlar yoqiladigan shaxslar kirishi ruxsat etilar ekan. Sababi o'sha tarixiy kitob bo'lgani uchun, o'sha tarixga nazar solish uchun, lekin qolgan insonlarga kirish to'g'risi taqiqlangan. Sababi shu. Sababi o'sha qog'ozlarning noyobligi, ya'ni 100 yildan oshganligi hamda muzey sifatida qolganligi sababli ko'pchilik kirishga taqiqlanadi. Shuni aytib qo'yishim kerak. Menga hozir istisno tariqasida ruxsat berdi video olish uchun. Buning uchun rahmat. Agar siz kompyuterdan foydalanmoqchi bo'lsangiz,
ilmiy ish bo'yicha bo'lsa tekin ishlatish. Agar siz shunchaki YouTube ko'rib o'tish, Telegram o'tirish uchun bo'lsa, soat 3000 so'm. Menga hozir tekin. Chunki men ishimni qilishim kerak, ilmiy ishimni. Lift esa barcha uchun, faqat nogironlar uchun emas, barcha foydalanishi mumkin. Hozir esa 3-etajdaman. 3-etajda esa xuddi shunday xorijiy tillar deb nomlangan bino, bo'lim. Bu yerda faqat ingliz tili, rus tili, nemis tili, har qanday tillar bo'yicha kitoblar mavjud. Bu yerda xuddi shunday kartochka orqali kitoblarni olib o'qishingiz mumkin. Olib ketmoqchi bo'lsangiz, faqatgina 1-etajda ruxsat bor ekan. 2-etajda ham ruxsat bor, faqatgina to'lov bor ekan. Unga to'lov qilishingiz kerak. 3000 so'm, 4000 so'm, 5000 so'm farqi yo'q. U to'lov qilib hamda pasportingizni ham berishingiz kerak. Bu shunaqa qonun ekan, sababi 2-qavatdagi holat o'lkashunoslik bo'lgani uchun, ya'ni Farg'ona vodiysiga xos kitoblar bo'lgani uchun u noyob kitoblar ekan, ya'ni kamyob. Shuning uchun har bitta raqasini avaylagan holda o'sha fond jamg'armasi qilish maqsadidan bilmadim, lekin shunaqa to'lovi bor ekan, kichik to'lovi. Menimcha bu yaxshi holat kitob uchun. Raqamni beramiz, kitob sumkamizni olamiz. Rahmat. Rahmat. Charchamang opa. Nihoyat kutubxonaga bo'lgan sayohat tugadi. Agar siz o'zingizga manfaatli bir ma'lumotlar olgan bo'lsangiz xursandman va sizlarda ham shu kutubxonaga kelishni tavsiya qilaman. Baribir uyda ko'pgina darslar qolib ketadi. Bu yerda dars qilsangiz o'zingiz ham maza qilasiz. Vaqtingizni to'g'ri taqsimlagan bo'lasiz. Videoga like bosish va do'stlaringizga ulashish esdan chiqmasin. Shunda men o'zimning mehnatimni, kichik bir mehnatimni qadrlanganini his qilgan bo'laman va siz ham qadrlagan bo'lib hisoblanasiz men uchun. Rahmat.